Xalq banki Qo'rg'ontepa filialiga biriktirilgan iqtisodchi MF 208-konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida kartoshka mahsuloti ekilgan. Ushbu bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 208-konturda 10 gektar yer qamrab olingan. Eni 500 metr, uzunligi 2000 metrni tashkil qiladi. Yo'lni chap tomoni asosan transport qatnovi bilan chegara, o'ng tomoni qo'shimcha fermer xo'jaligi yeri bilan chegara. Hozir ushbu yerda 68 nafar fuqarolarda dehqon xo'jaliklari tashkil qilinib, 15 sotidan yer berilgan, yer ajratilgan. Agregator potensial MCZ tanlab olingan. Agregator sifatida hozirda ushbu kartoshka mahsulotlarini serdaromad, sifatli yetishtirish bo'yicha har haftada sug'orish hamda dorlash ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu yerdan takroriy ekin bo'yicha ham serdaromad, unumli foydalanish hamda serdaromad mahsulot ekish bo'yicha izlanishlar amalga oshirib kelinmoqda. Mana bu bizning kartoshka mahsulotlarimiz.